Xabarovskda muhojir haydovchilarga taqiq. Rossiyada muhojirlar uchun pul o'tkazish va bank hisoblariga cheklov kiritiladimi? Rossiyada mehnat muhojirlari o'limi. Bir yil ichida yuzlab markaziy osiyolik muhojirlar hayotdan ko'z yumdi. Rossiyada muhojirlar soni keskin kamaymoqda. Sababi nima? Leningrad viloyatida temir yo'lda yana bir fojia. Surgutda soxta nikoh orqali muhojirlarga yordam bergan ayol sudlanadi. Rossiyadan ota-ona qaramog'isiz qolgan 6 nafar bola O'zbekistonga qaytarildi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Muhojirlarga 1-fevraldan boshlab Xabarovskda haydovchi bo'lib ishlash taqiqlanadi. Patent asosida ishlayotgan muhojirlar quyidagi sohalarda haydovchi bo'lib ishlay olmaydi: taksi, avtobuslar, marshrut, boshqa turdagi yo'lovchi transportlarda. Ushbu qarorni Xabarovsk viloyati gubernatori imzoladi. Taqiq faqat patent asosida ishlayotgan muhojirlarga tegishli. RVP va VNJsi bor chet el fuqarolariga ushbu qaror tegishli emas. Ushbu qarorning nazoratini huquq-tartibot organlari amalga oshiradi. Qoidabuzarliklar aniqlansa, javobgarlik ikkala tomonga ham yuklaniladi. Ya'ni muhojir haydovchi va ish beruvchi yoki tashuvchi. Ehtimoliy choralar: jarimalar, patent bekor qilish, ishlashga taqiq, ayrim hollarda Rossiya Federatsiyasidan chiqarib yuborish. Hududiy taqiqlar migratsiya siyosatining kuchaytirilishining bir qismi hisoblanadi. Avvalgidek ishlash jiddiy huquq-oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar siz patent asosida ishlayotgan bo'lsangiz, hududingizda lavozimingizni ruxsat etilganligini tekshiring. Mehnat shartnomasini shartlarini aniqlashtiring. Zarur bo'lsa, faoliyat sohasini yoki ish hududini o'zgartiring. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Rossiya Federatsiyasida nega muhojirlar uchun pul o'tkazmalariga cheklovlar haqida ko'p gapirilmoqda? Rossiya Davlat dumasi deputati Andrey Lugovoy mehnat migrantlari uchun bir kishi, bir bank, bitta hisob qoidasini joriy etishni taklif qildi. Keling, vaziyatni qisqacha tahlil qilamiz. Chet elga o'tkazmalarni rasmiy maosh miqdori bilan cheklash, bir chet el fuqarosiga bitta bankdan bitta hisob raqamiga ruxsat berish hozirgi vaqtda bu tashabbuslar qabul qilinmagan. Rossiya Federatsiyasi hukumatı ularni qo'llab-quvvatlamagan. Bank operatsiyalari amaldagi qoidalar bo'yicha ishlashda davom etmoqda. Tashabbus nazoratni kuchaytirish va moliyaviy xatarlarni kamaytirish zarurati bilan izohlanmoqda. Bugungi kunda hech qanday yangi cheklovlar joriy etilmagan. Nega bunday g'oyalar paydo bo'ladi? Bunday tashabbuslar ko'pincha firibgarlik sxemalari va moliyaviy qoidabuzarliklar ko'payganida paydo bo'ladi. Gap quyidagilar haqida: naqdlashtirish sxemalari, ya'ni pul aylantirish, boshqalarning bank kartalaridan foydalanish, soxta maoshlar, yashirin bandlik, noqonuniy pul o'tkazmalari. Bunday holatlar ko'payganda nazorat choralarini kuchaytirish muhokama qilinadi. Shu bilan birga rasmiylar ta'kidlashicha, haddan tashqari qat'iy cheklovlar naqd hisob-kitoblar va noqonuniy bandlikning oshishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli hozircha amaldagi qoidalarni saqlab qolish qarori qabul qilingan. Xulosa: hozirgi kunda muhojirlar uchun hech qanday yangi moliyaviy cheklovlar joriy etilmagan. Har qanday o'zgarish faqat rasmiy qarorlar qabul qilingandan keyin kuchga kiradi. Savol: sizningcha moliyaviy cheklovlar mavzusi nega tez-tez ko'tarilmoqda? Bu firibgarlik sxemalari, pul o'tkazmalarini nazorat qilish yoki boshqa sabablar bilan bog'liqmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Bir yil ichida yuzlab markaziy osiyolik muhojirlar hayotdan ko'z yumdi. 2025-yilda Rossiyada ishlab yurgan yuzlab markaziy osiyolik muhojirlar turli sabablarga ko'ra vafot etgan. Tojikiston rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Dushanbe xalqaro aeroportiga bir yil ichida 1585 ta tobut keltirilgan. Bu oldingi yilga nisbatan 430 taga ko'p. Rasman mamlakatlar ko'rsatilmagan, biroq marhumlarning katta qismi Rossiyadan kelgani taxmin qilinmoqda. O'lim sabablari: mutaxassislarga ko'ra asosiy sabablar quyidagilar: qurilishdagi baxtsiz hodisalar, yo'l transport fojialari, gazdan zaharlanish, og'ir kasalliklar, jinoyat va zo'ravonlik holatlari. Fojiali misollar: tibbiy gazdan zaharlangan oila, etnik vafot asosida o'ldirilgan bola, reydlar vaqtida zo'ravonlik oqibatida halok bo'lgan muhojirlar. Hurmatli vatandoshlar, o'zingizni asrang. 2026-yil boshiga kelib Rossiyadagi chet el fuqaroliklar soni 5.700.000 mingga tushdi. Bir yil avval bu ko'rsatkich taxminan 6.300.000 edi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi vakili Aleksandr Perezhogin migratsiya siyosati bo'yicha konferensiyada ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, muhojirlar soni kamayishining asosiy omillaridan biri Rossiyadagi muhojir bolalarning sonini qisqartirishidir. Ularning soni deyarli 25% ga kamaygan. Qat'iy nazorat. Ichki ishlar vazirligi eslatishicha, agar ota-onalar bolalarning qonuniy yashash joyini rasmiylashtirmasa yoki majburiy maktab ta'limga joylashtirmasa, rasmiylar ularning Rossiyada qolishiga qarshi qaror qabul qilishi mumkin. Leningrad viloyatida yana bir fojia. Leningrad viloyatining Devetkina va Kapitolova bekatlari oralig'ida 45 yoshli muhojir erkakni poyezd urib yubordi. Poyezd Devetkinadan Sosnovaga yo'l olgan. Mashinist temir yo'l ustida odamni ko'rib signal bergan
va favqulodda tormozni bosgan, ammo poyezd tormozi o'z vaqtida to'xtashni imkoni bo'lmagan. Hodisa sabab 3 ta yo'lovchi poyezd kechikkan. Politsiya xodimlari erkak mast bo'lgan bo'lishi mumkinligini iddao qilmoqda. Biroq hozircha bu holat rasmiy xulosa bilan tasdiqlanmagan. Tekshiruv ishlari davom etmoqda. Hurmatli musofirlar, temir yo'l yuqori xavf manbai. Ruxsatsiz joylardan o'tish yoki mast holda temir yo'lga yaqinlashish hayot uchun bevosita xavf. Xanti-Mansi avtonom okrugi Surgut shahrida 50 yoshli Rossiya fuqarosi sud oldida javob beradi. Yugra politsiyasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, ayol chet el fuqarolariga soxta nikoh orqali Rossiyada noqonuniy yashashga yordam berganlikda ayblanmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ayol pul evaziga 2 nafar muhojir bilan nikohdan o'tgan. Birinchi nikoh uchun 30 ming rubl olgan. Ikkinchi erkak pul to'lashga va'da bergan, ammo uni aldab ketgan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, er-xotinlar birga yashamagan, umumiy xo'jalik yuritilmagan, oila qurish niyati bo'lmagan. Ya'ni nikohlar faqat rasmiy hujjatlarda mavjud bo'lgan, amalda esa mavjud bo'lmagan. Ushbu holatlar 2023-yil kuzidan 2024-yil bahorigacha davom etgan. Jinoyat ishi Surgut shahri politsiyasi tergov bo'limi tomonidan yuritilgan. Ayolga nisbatan noqonuniy migratsiya tashkil qilish moddasi bilan ayb qo'yilgan. Qonunga ko'ra, unga quyidagi jazolar tahdid solmoqda: 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish, 500 ming rublgacha jarima. O'tgan yil davomida Xanti-Mansi avtonom okrugidan 1500 nafardan ortiq muhojir deportatsiya qilingan. Bu ko'rsatkich oldingi yilga nisbatan 500 nafarga ko'p. Har qanday qog'ozdagi yechim oxir-oqibat juda og'ir huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Faqat qonuniy yo'l bilan harakat qiling. Soxta nikoh, soxta hujjat himoya emas, balki tuzoq. Rossiyada nazoratsiz qolgan 6 nafar o'zbekistonlik bola vatanga qaytarildi. O'zbekiston va Rossiya bola huquqlari bo'yicha vakillarining yaqin hamkorligi natijasida Rossiyaning turli hududlaridan ota-onalar qaramog'isiz qolgan 6 nafar voyaga yetmagan bola xavfsiz tarzda O'zbekistonga olib kelindi. 2026-yil 1-fevral kuni Ichki ishlar vazirligi vakillari hamkorligida bolalar yurtimizga qaytarildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bolalar quyidagi hududlardan olib kelingan. 2 nafar Sankt-Peterburg shahridan, 1 nafari Moskva shahri, yana 1 nafari Moskva viloyati, yana 1 nafari Tatariston Respublikasi Qozon shahri, 1 nafari Kabardin-Balkar Respublikasidan. Bolalar vatanga qaytarilguniga qadar Rossiya Federatsiyasining tegishli bolalar muassasalarida qonuniy va munosib shart-sharoitlarda vaqtinchalik joylashtirilgan. Ushbu jarayon O'zbekiston bola huquqlari bo'yicha vakilining Rossiyadagi hamkasbiga yo'llangan tezkor so'rov asosida amalga oshirilgan. Ombudsman so'roviga muvofiq Rossiya tomoni bolalarni vaqtinchalik joylashtirish, tibbiy va maishiy sharoit yaratish, xavfsizlikni ta'minlashda amaliy yordam ko'rsatgan. Bu holat yana bir bor davlat tomonidan chet elda qiyin vaziyatda tushib qolgan bolalar huquqlari xavfsizligi doimiy e'tiborda ekanini ko'rsatadi. Har bir bola davlat himoyasidadir. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Qanday savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.